Shavot buyum bozorida 25-30 ming so'mdan sotilib turgan metrajlar 5 ming so'mdan sotib chiqibdi. Hozir men durgan yerimiz Shavot buyum bozori hisoblanadi. Ina bu yon taraf Komiljon Otaniyozov ko'chasidan kirib kelsa, bu yon tarafdan esa Al-Zamaxshariy ko'chasidan kirib kelasiz. Ina bu yer esa Pekanli ko'chadan to'g'ri chiqsangizlar, ina bu yerda Anvar metraj bor. Bugun esa Anvar metrajda, ya'ni 25, 30, 40, 50 ming so'mdan sotilib turgan tovarlarimiz atigi 5 ming so'mdan obunachilar. Xitoydan ham kelaveradigan beri, Toshkentdan ham kelaveradigan beri. Bugun hozir shopurdan so'rasam, nechanchi reys beri qatnashingiz desa, bugun 7-reys dedi. Bugün sizlere skidkini zo'rni qo'yib beramiz. Rostdan inoshi tovalar 5 ming so'mdanmi? Rostdan 5 ming so'mdan lion materiallari yozgi sezoniga kelgan narsani skidga qo'yib beramiz biza. Har xil rasvetkasi kirib keldi. Ranglari boyina, persik rangi, yashili, fioletoviy, kapuchino sveti 5 ming so'mdan arizatadilar. Qachongacha bo'ladi sizlar aksiya? Skidkani 5 kun qo'yib beramiz. 5 kungacha inoshi tovarlarda 5 ming so'mdan olishingiz mumkin bo'ladi ekan. O'zi avval asl bahosini necha so'm edi bu? 30-35 ming so'm. 35 ming so'mdan sotilib turgan tovarlar 5 ming so'm endi. 5 ming so'mdan. Obunachilar qarama, yozning issiq kunlarida dim yomon ketadi ekan, peshxona uchun kerak bo'lgan tovarlar ham bu yerda bor ekan. O'zi 2,5 ming so'm ekan obunachilar. Peshga davonlab yotavermaysizlar ham olib tashlanglar berdi. Har xil ranglardan berib topsa bo'lardi ekan. Inosh tovarni xotin-qizlar dim ko'p maqtaydi. Kichik tovar bu o'zi. Koreyskiy doim platnoy 12,5 ming so'mdan skidga qo'yib beramiz. Faqat ishi ko'rsatgan gullarimi 12,5 ming so'mdan xarid etadilar. Nereden keladi bu? Xitoy birinchi qo'l. Keyin shu 20 ming so'm sotilgan zamok platnoylarimiz ham 12,5 ming so'mdan. Faqat qora rasvetkasini arizatasizlar 12,5 ming so'mdan. Ne xil tovar bu? Hozir trendga kirgan material markiza shifonimiz bo'ladi. Bularni ham skidga qo'yib beramiz. Iri gul desa, iri gulli varianti bayna. Mayda gul desalar, mayda gulli variantini oldirganmiz. Didlarni qarab xaridataveradilar. 2 metr 15 ming so'mdan, 7,5 ming so'mdan to'g'ri keladi. Go'ynakka, dvoykaga, kofta yubkaga dim zo'r ketadi. Inosh tovarni dollarga beriladi-deysizmi yo dollar deysizmi odamlar? Yo'q, odi dollarmi? Toza kirib keldi. 35 ming so'm, 40 ming so'm. Hali ham sotib turibmiz do'konimizda 17,5 ming so'mdan skidkada kirib keldi. Mayda gul bir-biridan xushro'y gullarini. Tovarni sifatini ushab ko'rsangizlar, xarid etmayincha ketmaysizlar, sifati dim zo'r bo'lib kelgan. Keyingi materialimiz turetskiy ipak bo'ladi qizlar. 65 ming so'm sotilgan, 25 ming so'mdan skidkada keldi. Rasvetkalari bor. Ina shu rasvetkasi dvoykaga dim zo'r tushadi. Bularning gullari bir-biridan o'xshamaydi. Qo'ng'ishi malohatga ina shu yerdan tovar olganmi ekan yo odi malohatmi buni? Tovarni odi malohat, toza kirib keldi. Bular bugun kirib keldi. 10 ming so'mdan skidga qo'yib beramiz. 35 ming so'm, 40 ming so'm. Bu da 35 ming so'mdan sotilgan-a? Ha, 10 ming so'mdan skidkada keldi. Ina rasvetkalari. 10 ming zo'r bo'lib kelgandi. Obunachilar bera kelaton bo'lsa, klientlarda izi uzilmaydi ekan. Ne uchun bera kelasizlar desa, ne uchun Shavotda eng arzon yer ham shu, eng zo'r yer ham shu deb aytadilar. Rostdan ham ko'rib turganlaringizdek, men sizlarga arzonlarni ko'rsatdim. Agar sizlarga dim qimmati, dim brendlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ina har xil turdan bor ekan. Arzoni, qimmati har xil, любой turdagi tovarlarni ina shura kelib topsangizlar bo'laverar ekan.